Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugungi ko'chmas mulkimiz Dar Italiyanda 2 xonali kvartiramiz sotuvga chiqdi. Ikkinchi etajda, hurmatli obunachilar. Toza domda, zo'r mestada, Dar Ital, Urdu hamma joyga yaqin joyda joylashgan 2 xonali kvartiramiz sotuvga chiqdi. Qana esa ichkari qismi bilan donishib, ko'rishib tutsa. Neyse yetib ham geldik ikinci etajımıza. Her etajda 3 xo'jalikdan ekan, eshiklarining demir eshik zamonaviy yaxshi eshiklardan qo'yilgan ekan. Bismillahirrohmanirrohim. Girganimizdan o'zining koridor. Remotini umuman gap yo'q. Ajoyib edib. Remot etib qo'yib degalar, pastdagi g'ollar ham toza döşelgen, parket bol bo'lgan. Bedayning her xonamisi uchun kulchatilla qo'yilgan. Kirganimizdan o'ng qo'limizda spannimiz joylashgan, lyustralara ega. Patologimiz gipsokardon bilan shakl berib ishlangan. Joyimizda registrlar ham bor. Jaluzi perdelerini ega. Akkuratni remont bo'lib turibdi. Aboylar ham moshning yaxshi aboydan qo'yilgan. Eshiklar ham yaxshi eshikdan zamonaviy oppoq ishlardan qo'yilgan. Bu taraf kuxni, bu taraf sanuzel, bu taraf esa zal. Zalimizdan başlaydan olsak, zalimiz ham yine ajoyib bo'lib remont bo'lib turibdi. Lyustralarni ega, ajoyib lyustralarda asılib turibdi. Yine perdelerinden ajoyib perdelerden qo'yilgan ekan. Dedim, o'zini registrlari bor, podokонниklarini ega. Yerimiz ham ajoyib g'ollardan tashalgan ekan, hurmatli obunachilar. Umuman gap yo'q. Aboylari har xonaniki har turli. Yan tarafa giradigan olsak, sanuzelimiz oyoq tellari, tüplü pol, rakovinasi bor. Mumtoz, hamma narsasi ajoyib bundan qo'yilgan. Smistetilar ham originalidan ajoyib bundan qo'yilgan. Dimoxodlari bor joyimizda, bu tarafda aynasi ham bor. Yine Ariston'dan ega holda. Da patologachalli kafel bo'lib turibdi. Ushilkasi ham bor. Yan tarafına giradigan olsak, kuxnimiz fartuqlar tikilgan, mebellar tayyor. Yaxshi mebellardan qo'yilgan ekan. Suv, svet, gazda umuman problemasi yo'q. Mestasına giradigan olsak, mestasi ham zo'r joyda, Qarat kafe, Urdu, hamma joyga yaqin joyda, Dar Italiyada bir odam yanında joylashgan. Kotyollar yine joylashgan shunday. Ajoyib. Joyimizning bahosine keladigan olsak, bahosi 430 milyon so'm. Üstüne yiyende gelişinlerde joyimiz naqd pula sotiladi. Sog' olun, salomat olun. Kanalga obuna bo'lish yoddan chiqmasin.